Inverter esladinglar. Bu haqda video qo'ygandim YouTube'ga. Atmotkalarini o'ralishi hamma narsasi. Чисто sinus. Sxemalarini Shim driveri sinusniki bu 12 voltni 380 qilib beribdi. 380dan чисто sinus 220 bo'lib chiqadi. Boshqa videolarimni ko'rsanglar aniqroq tushuntirilgan transformatorlar o'ranishi. Bu 1,5 kilovatli edi. Eng qizig'i transformator katta. Transformator galvanik izolyatsionni transformator bo'lmasa ham impulsni transformatordan чисто sinus chiqarib katyolda ishlatish. Ko'p kishi aytuvdi, katyolda zajigalkasi yoqmaydi. Sinus bo'lgan bilan motor ishlagan bilan deydi. Mana katyol yonib turibdi. Katyol как положено ishlayapti. Shu bilan ishlaydigani motor qonun ishlab turibdi. Sirkulярный nasos ventilyatsiyasi zajigalkasi qonun yozgan. To'g'ri, mana shunga ulangan. Buni korpusini mana shu proyektni boshladim, oxirigacha yetkazmadim. Chunki yozgi kuni ko'p kerak bo'lmadi. Hozir qish vaqti transformator portlab ketdi, mahallasi yutishdi. Esimga tushdi-da, 2-3 ta testoviy taxlab qo'yganlar bittasini topib olib chiqdim. Lekin 220 ulanmagan. Bu kirish mana qirayib turibdi. Endi testoviy kolxoz qilib tashlaganman, simlari e'tibor bermaysizlar. Test qilaman deb srochni tap ulab taxlab tashladim. Tayyor model. Hammasi tayyor modeldan foydalangan. Faqat atmotkilari o'ribdi. Bularni zakaz qilib taxlaganman. Buni o'zim SM32 yoki Arduino o'zim kodlarini yozib qilaman dedim. Endi mana C++ ga kuchli usta emasman. Qaradim, o'zim taxlagandan ko'ra tayyor yozilgan mana model platalar bor ekan. Bu haqida YouTube'ga videolarimni, boshqa videolarimni qo'yganman. Arzimagan turk tayyor modellardan foydalangan. Bu ham. Bu modellarning 2-3 xili bor. Hammasini olib test qilib ko'rganman. Hozir to'liq ishlab turibdi. Hozir o'chirsam, hozir o'chadi. Hozir batareya 12 volt. Ko'p batareya, qanaqa batareya ekan deb o'ylaysizlar, buncha litiyum batareyadan yig'ilgan 70 amper. Xitoydan nimadir olingan, shu qolib ketgan. Indikator 11.2. Bu projektor ulangan. Bu ochiq YouTube'ga polni ochiq qo'yib qo'yganman. Nima ishlatilgan, qanday atmotga o'ralgan hamma narsasi. Qiziqqan odam bemalol esa bular. Endi to'g'risini aytsam, boshqa invertorlarni ham ko'rdim, kolxoz qilib yasab tashalgan transformatorlar bilan. Keyin gabaritli katta transformator qilib yasagan. Juda katta gabarit. Endi nima deydi, galvanik transformator izolyatsionni, galvanik izolyatsionni transformatorlardan katta yasagan 2 kilovat uchun. Buni ham 2-3 kilovatli bor. Gabariti shuni kichkina bo'ladi. Impulsni transformatorlar bilan bemalol ishlatsa bo'ladi. Katyol hamma narsani ko'taradi. To'g'ri, endi agar 3-5 kilovatli kattaroq transformatorlar kerak. Bular haqida ham yozganman boshqa videolarimda. Ochiq turibdi. Qanday sxemalar, endi men o'zim test qilganlarini o'rnatganman, lekin prinsip rabota sxemani tushungan oladi bemalol. 3 kilovat, 5 kilovat xohlagan narsa bular. Xuddi quyosh panelikidek sistema. O'sha buni yasagan vaqtim impulsni ko'p kishi aytuvdi, impulsni transformator чисто sinus bermaydi. Boyagi nima deydi, чисто sinus to'lqini o'xshashi mumkin, lekin to'lqin o'xmaydi. Hozir men uydaman, endi oscillograf yo'q. Agar mana to'lqinni ko'rsatib berishga kerak bo'lsa, unisini ham ko'rsatib berish mumkin. Ishxonaga bor. 2-3 ta yasaganmi qolib ketgan.
Biz unaqa katta yo'l bo'lmagani uchun qo'yib ishlatib ko'rishga imkonim bo'lmadi. Lekin nasos ular shunday qilib test qilib tekshirib ko'rgandim. Просто proyekt oxirigacha testdan o'tkazdim, shu korpuslarini chertejini chizib, korpus qilmoqdim, shu chala qolib ketdi. Boshqa proyektlar chiqib qoldi, boshqa proyektlar bilan bo'lib yozga bunga ko'p talab bo'lmagani uchun ham aniqmi. Men endi shu asosiy boyagi zajgalkasi yonmasa kerak deb o'yladim, chunki zajgalka yonish uchun nol kerak deyishibdi. Men forumda o'qidimmi, shu forumda gaplashganimga aytishibdi. Nol bo'lmasa zajgalka yonmaydi deyishibdi. Endi nol hozir gaz turbadan kelib turibdi-da, gaz turbadan nol kelib turibdi, shuni hisobiga yonadi. Lekin boyagi 250 Hz bermasa ham qandaydir ishlamaydi deyishibdi. Impulsni bo'lmaydi deyishibdi. Shuning uchun ham balkim bizga ko'p kishi shu narsaga qiziqmaganlar. Bo'lmaydi deb ushtirish nima deydi, qilib ko'rmaganda, sinovdan qilib ko'rmaganda. Men shu narsaga vaqtim bo'lgan vaqtda sinab ko'rdim. Hozir mana katalgan bilan bemalol tekshirib ko'raman. Xonadonlik bilan tekshirib ko'rganman. Xonadonlikni ham bemalol ko'targan. Chunki xonadonlikni startoviy anonsi qandaydir chastotasi to'g'ri kelmasa ham ishlamaydi, startoviy nimasi relis qo'shilmaydi deyishdi. Normal ishlayapti.